Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi O'zbekiston tarixi telekanali bilan hamkorlikda tarix video darsini taqdim etadi. Maqsadimiz o'tmishimiz bilan faxrlanadigan, ajdodlarimizga munosib avlodni yetkazish. Video darsliklardagi o'zbek davlatchiligining 3000 yillik yo'li, millat va elatlar tarixi, ularning ilmu madaniyati, jang san'ati, rivojlanish va tushish davrlari qiziqarli faktlar bilan animatsiya, sun'iy intellekt, badiiy tasvirlar yordamida namoyish etiladi. Darsimizni quyidagi 4 reja asosida olib boramiz. Yangi kontentlar bilan boyitilgan qadimgi tarix endi aniq va lo'nda tarzda tarix darsi loyihasida